ko'zim chiqdi. Zang deyiladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida qovun ekilgan maydonda turibmiz. Mana nimada yomg'ir tushgandan so'ng qovunlarga zang, un shudringa shunaqa zamburug'li kasalliklar bilan kasallanadi. Shunga Azagro preparati bilan yaxshi ishlov berishlarini tavsiya qilamiz. Masalan, 1 litr Azagro preparati mana haqiqiy originali og'irlik vesi 1 kilo 400 Qancha? 1 kilo 420 gram. Haqiqiy sof holatdagi Azagro preparatini. Nima ko'rsatmayapti-ku? Anaqa nima ko'rsatmas ekan-da telefonda nima? Tarvuz ko'rsatmaydi. Ko'rsatmaydi. Aytaverasiz. Hozir qovunga nima 25 litrda oching. 20 Rosa chiroyli bo'lib ketar ekan, Buni to'g'rimi? 5 Rangi. minut demlanadi bu. 5 minutda reaksiyaga kiradi. O'zini holatiga bu yana ham sariq rangga ham sariq bo'lib ketadi. 5 minutda bu dorimiz. Yana hozir shu Azagroni 5 minutga tindirasizmi 5 hozir? minutga bu tindirish kerak buni. Buni bu katta suv bilan yaxshi reaksiya olishi. 5 minut 10 minutga tindirilsa, mana bu narsaning rangi o'zgarib ketadi. Ko'kimtirroq bo'lib qoladi. Mana bu narsaning rangi. Bu hozir mana rangi o'zining holati bu. Bu rangi o'zida yana hozir bu dorini biz anchadan beri sinayapmiz. Bu ekanini ko'rganimizdan keyin mana o'zi bilan gaplashgandan keyin 5 minut 10 minut ushlayapmiz bu dorini. O'zi rangi o'zgarishni boshlaydi mana bu dorining rangi. Sap sariq rangga kirib, ko'kimtirroq rangga kirib qoladi. Ana bundan keyin sepilaveradi mana bu ekinlarga. O'zi hamma dorini nima qilgandan keyin ishchi ritma tayyorlagandan keyin yarim soat turish kerak edi. O'zi bir xillar shashilib sepib yuboradi darrov. Doim aytamiz, yo yarim soat tursa yana aralashtirib keyin sepinglar deb aytamiz. 10 minutda bu narsa yaxshilab reaksiyaga kirib, dorining rangi o'zgaradi. Samara qanday beryapti bu nimaga? Endi buni samarasi hozir mana shaydan shag'iga yomg'irdan oldin ishlab berdik. Xo'p, Bag'ida bunaqa zang narsa yo'q. Borgani ham to'xtatdi. ishlov berilgan. Ishlov berilgani endi bag'iga yomg'ir yog'ib, havo chata qo'yib berilgan yo'q edi. Bag'ida bor. Zang. Zang bor. Endi xudo xolasa mana shu dorini effektini ko'ryapsiz. Yaxshi, effekt beryapti. Effekt beryapti. Mana bu biootda ishlatilgan joylaringda qanaqa samara berildi? Bu narsani ikki xil usulda ishlatildi. Xo'p. Birinchi usuli oq qizildi ariqqa. Aha. Samara zo'r berdi tarvuzga. Xo'p, buni qovunga sepiladi, qovunda baklarini qoraytirib, qalinlashtirib yubordi. Bu narsa vitamin, xo'p, immunitetni ko'tardi qovunlarni. Bu degani bak qalin bo'lgandan keyin o'zidan kasallik uncha-munchaga kelavermaydi. Tomirlarda o'sha ildizlarda yaxshilaydi ekan. Xullas shu narsani bildim. Foydasini bildim xullas men. Ko'rdim foydasini bu narsani. Foydasini ko'rdim. Tarvuzga qanday natija berdi? Tarvuzga yaxshi zo'r natija berdi. Tarvuzdan qoniqdik. Natijasini ko'rib yaxshi. Yaxshi berdi natijasini. Natijasi yaxshi bo'ldi. Endi qolgandan keyin yana mashinada mana o'zi turibdi. 5 litrda. Shundan yana hozir 10 litr suvga 100 grammdan. Endi navbatda sherigi bor, Alloh saqlasin, egan o'taman, u ham sepyapti. Shundan ishlayapmiz. Shu doridan akrobat sepmay qo'ydik xullas. Akrobatdan natija ololmay qoldik. Hop, akrobat qovunda ham qatirib qo'ytirdi. Yaxshi edi-yu, lekin natija berolmay qoldi. Buni qulaylik tomoni qovunda palagini qatirmayapti. Mana bu neychalar bor, mana bu yerda mana telefonni kamerasini ko'rsataman sizga hozir. Mana bu yerda mana hosil mana bu.
Mana bu keyingi hosil mana uzib ko'rsataman endi men sizlarga. Mana bu narsani bu kuydirmayapti. Akrobat boshqa narsa buni kuydirib qo'yadi, hosil kamroq bo'ladi. Bunda hosilni biz kuzatdik, ko'p kuzatdik, samarasi yaxshi bo'ldi. Mana shu narsalarni kuydirmayapti. Hosil bitta qovunda 2 ta, 3 ta hosilni olyapti, 4 tagacha olyapti. Bitta hosil bilan qolmayapti. Ki qovunda halaklarini qatirib qo'ymayapti. Mana bu shu turgan mana kasalliklarni kuydiryapti mana. Mana shu yomg'irdan tushgan kasalliklarni kuydiryapti bu. To'xtatyapti. Endi buni biz natijasini ko'rdik. Shundan shuncha to'xtagan yo'qmi ishlayapti shu dori bilan. Va sizni sharofatingizda sizni telefon nomeringizni topdik. Shu orqali mana natija olyapti, Xudoga shukr shu. Ana bu vidisini ishlatganingizda baklarda o'sishda qanday nimalarni Sizga o'rgandingiz? Vidisini foydasi mana bu yerda mana apalakdan ko'rsatib beraman mana. Vidisi ha shu dorini foydasi mana baklarda ko'ring mana. Bak ko'ryapsizmi kattaligini? Ashxobodda balki o'xshab ketgan. Baklar mana. Mana shu dori avvalo xudo, mana shu dorini sharofati bilan sepildi. 2 marta ishladik bu doridan. Yaxshi, baklari qalin mana. Baklar qalin. Kasallikka qarshi chidamligi oshdi. Chidamligi oshdi. Tarvuz ildizdan endi suv berashsa, ildizga ham beramiz bu doridan. Suv bilan oqizamiz ham, yana ishlaymiz. Rahmat sizga. Mana shu holatdamiz.